Kompyuter, telefon, televizordan surunkali foydalanish ko'z zreniyasini pasaytiradimi? Bugun sizlar bilan shu mavzu haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda ko'p surunkali ravishda kompyuter, telefon, televizordan foydalanish bizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarda akkomodatsion spazm, ya'ni ko'zning surunkali toliqish kasalligi paydo bo'lyapti. Bu kasallikning belgilari kunni ikkinchi yarmiga kelganda ko'zda qizarish, qichishish, toliqish, ko'z atrofida, qovoqlar atroflarida yumaloq og'riqlar paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Bu holat, ya'ni surunkali kompyuterdan foydalanish, surunkali akkomodatsion spazm holatlari davom etaversa, miopiya kasalligi, ya'ni ko'zda minus paydo bo'lib qolib, uzoqni xira ko'rish kasalligiga olib kelishi mumkin. Kasallik paydo bo'lishini oldini olish. 1 soat davomida har soatda bir marta 5 daqiqa davomida dam olish, 1-2 daqiqa davomida uzoq masofalarga qarab turish. Masalan, o'sha ofisingizda bo'ladigan bo'lsa, ko'z ofis oynasidan uzoq masofaga qarab turish ham ko'zdagi spazmni oladi. Undan tashqari anti-kompyuterni, ya'ni kompyuter, telefon, televizorlardan himoya qiladigan ko'zoynaklar va albatta ko'z mashqlaridan foydalanish kasallikni oldini olishning eng asosiy yo'llaridan hisoblanadi. Shu kabi foydali maslahatlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Videoni kompyuterdan yoki telefondan ko'p foydalanadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.